Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta yangi loyiha boshladim. Bu qanaqa loyihaki, o'zimni hayotimni bir kompaniya ishchisi sifatida, ya'ni o'zimni shaxsiy kompaniyam va uni ishchisi sifatida qaraydigan g'oyaga keldim. Ya'ni qanaqaki, Bip Groups investitsion shaxsiy kompaniyam bor. Bunda ishchi o'zimman. Bitta o'zim ishlayman. Hozircha balki kelajakda yana boshqa o'zgarishlar ham kiritilar, ko'ramiz. Xullas, ishlagan pulimni mana shu kompaniyani daromadi sifatida qarayman bu kompaniyaga. Xullas, ishlagan pulimni qanchadir qismi kompaniya hisobiga o'tadi. Kompaniya qanaqaki, kompaniyada jismoniy, fiziskiy aktivlar va elektronniy aktivlar kompaniya balansida saqlanadi va u balansni o'zim nazorat qilaman. Hali bu bitta dastur yaratildi mana, kompaniyani umumiy portfel hisobotini ko'rish, jonli ko'rish imkoniyati. Xullas, bu qanaqa dasturki, bu yerda o'tin zaxirasi USDT deb yozib qo'yganman. Ya'ni xullas, bog'im bor meni. Uni qancha gektarligi sir bo'la qolsin, uni aytmayman. Xullas, bog'imizda daraxtlar bor. Daraxtlarni o'zim shakl berib, o'zim maydalayman. Xullas, kompaniya zaxirasida o'tin ham saqlanadi degan xulosaga keldim. Ya'ni bu qayerdan keldi bu g'oya deyishingiz mumkin. Bir podkast ko'rib turganimda bir investor vino borki, ichadigan vino. O'shanaqa saqlar ekan nimasida, omborida. Ya'ni investitsiya sifatida vino saqlar ekan. Nimaga endi men investitsiya sifatida o'tin saqlamasligim kerak degan xulosaga keldim. Xullas, arra oldim. O'zi arra bor edi ham. Xullas, uni maydalab endigina boshladim. Buni taxminiy summasini bu yerga yozib qo'ydim. Endigina ozroq bo'sh vaqtim bo'lib qoladi. Shuni maydalab zaxira sifatida omborga bosildi. Endi oltin. Hali oltinni boshlagam yo'q. Oltin zaxirasi, naqd pul hozir kompaniyaga ajratilgan naqd pul deyarli yo'q. Chunki yaqinda mana Solana hamma naqd pulimga Solana olib qo'yibman. Umuman olganda bu xato. Ya'ni naqd pul ham kompaniya balansida turishi kerak. Buni xullas to'g'rilaymiz. Umuman olganda hozircha kompaniyani portfeli juda ham yomon ahvolda. Lekin nima bo'lganda ham, Xudo xohlasa, o'zimni qarashim bo'yicha kompaniya ishga tushdi. Bu yerda mana sotib olingan kriptolarni ETF sifatida dasturni o'zi chizmasini chizib beradi yil boshidan beri. 1-yanvardan beri. Ya'ni portfelimda mana shu dasturga ulab qo'yganman. Bu
hozircha portfel mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Portfel pasporti kripto bo'yicha yil boshidan beri kriptovalyuta 38,65% ga qulabdi. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Lekin mana bu yerda aktivlar ulushi, umumiy holatdagi aktivlar, naqd pul 0,1% ga to'g'ri kelyapti. Hozir umumiy portfelga nisbatan oltin, o'tin, kripto ETF. Ya'ni kriptolar kompaniyani 96,6%ni egallab turibdi ekan. Bu umuman olganda xato. Chunki juda ham katta qismi kriptovalyutada turishi bu to'g'ri emas. Aksiya bozorini qo'shalmadim hali. Aksiya bozorida ham aksiya bozoridagi portfelim xullas ozgina muammo bo'lib turibdi. Uni keyinchalik aksiya bozorini ham bu portfelga qo'shib kompaniyani hisobot menyusini rivojlantirib boramiz. Xullas nima demoqchiman bu gapim bilan? Ya'ni men doimiy ish qilib turib, xullas doimiy ish qilaman va o'sha topgan daromadimni mana shu kompaniyani aktivlari sifatida qanchadir, misol 10% ni topgan daromadimni 10% ni mana shu portfelga kiritib boraman. Va bu kompaniyaning uzoq muddatli aktivlari sifatida qoladi.